Assalomu alaykum hammaga, hormanglar, charchayapsizlarmi? Bugun 31-mart 2025-yil. Hammani kirib kelgan Ramazon hayiti bilan tabriklayman va haftalik tahlilni boshlaymiz. Dollar indeksdan. Dollar indeksda 1 oylik time frame'da mana bu balanced price range BPR dan yaxshi reaksiyamiz bor. Buni o'tgan tahlilda ham aytdim. Lekin haftalikda bo'lsa biza weekly fair value gapda turibmiz. Va mana bu yerda bizada buy side liquidity va sell side liquidity bor. Endi bo'lsa daily time frame ga o'tamiz. Daily time frame da narx mana bu fair value gapda turib ozgina undan reaksiya ko'rishimiz mumkin, lekin dailyda mana bu market structure shift bo'lishi mumkin, lekin bu ham 100% o'sha beradi, trend o'zgardi deganimiz ehtimoliy. Agar bizada bu market structure shift bo'lsa, mana bu yerda bizada order block va breaker block turibdi. E'tibor beramiz. Mana shu order blockdan narx reaksiya olib turibdi hozir. Hozir narxda biza ikkita ssenariy bo'yicha analiz qilsak yutqizmaymiz. Sababi agar bitta tomonga ishonib qoladigan bo'lsak, biza bozorda adashib qolishimiz mumkin. Shuning uchun narx mana bu breaker blockdan ketib qolishi mumkin, pastga degan analiz ham bor. Men bu yoqdan qachon bayga ishlagan bo'lardim? Agar mana bu breaker va order block ham bor, narx ushamasa va narx mana bu shaklda o'suvchi bo'lib, uslovni chizib beraman. Mana shunaqa bo'lib davom ettirsa, men keyin mana bu yoqda order blockdan ishlashim mumkin. Lekin hali bayga dollar indeksda o'zim shoshmoqchi emasman. Endi hammada har xil analiz, shunga nima deydi? Bu o'zimni bozorga qarashim. Agar shundan sizlar bu narsa o'rganayotgan bo'lsanglar, men xursandman. Xo'p. 4 soatlikda bo'lsa e'tibor beramiz. Narximizni mana bu BPR dan chiroyli reaksiya olgan va hozir mana bu 4 soatlik fair value gapda turibdi. Narxi shu yoqda menimcha kuzatish kerak bo'ladi. Agar narx pastga tushadigan bo'lsa, mana bu yerda sell side aktual bo'lishi mumkin. Hop, 18-mart bo'lsa, o'tgan haftani minimumiga tushishi mumkin narx. Okey, dollar indeksi 1 soatlikga tushib o'tirmayman, chunki hali 4 soatlikda, kunlikda bizada PD arealar mavjud. Narx o'shalardan ketishi mumkin. Endi bo'lsa, dollar korrelyatsiyasida funt va yevroni ko'ramiz. Yevrodan boshlaymiz. Yevroda ham xuddi shunaqa kartinka. Kichkina time frame ga tushib o'tirmayman, dailyda ko'ramiz. Shu bilan dailyda hozircha shu 4 soatlikda bo'lsa, 4 soatlikda ham mana bu inersiyadan narx reaksiya olgan va mana bu fair value gapda narx turibdi. Va bu yerda bizda fair value gap ichida order block ham mavjud. Xo'p.
funtda shunaqa gap. Endi bo'lsa, funtda dedim, yevroda. Endi dollar funtga o'tamiz. Funtda ozgina qo'ng'iroq price action bo'lib turibdi. Analiz qilib ko'ramiz. Narx mana bu fair value gap to'ldirgandan keyin mana bu yerda yevro bilan SMT berdi. Hop. Va 4 soatlikda bo'lsa buy side turibdi. Va mana bu narx mana bu inversion fair value gapda turilishini ko'rib turibmiz. Agar narx shu inversiya narxi ushab qolsa, bunaqa bo'lib tepaga chiqib ketishi mumkin. Xo'p. Buni ko'rdik. Endi tilla. Hammani sevimli tillasi. Oylik bilan haftaliga tushib o'tirmadim. Va dailyda menda fair value gap va order block zonasi mavjud. Juda ham kuchli zona, chunki fair value gap bilan order block bir joyda kelib qolsa, bilinglar bu zona ancha kuchli. Agar narx hozir shu yerdan tillada sel ketib quyidagi zonaga tushsa, 3050 lar atrofiga men shu yerdan kichkina time frame da buyga tasdiq olaman, to mana bu buy side bo'lib qoladi men uchun. Hop. Hozircha mendan shular. Xudo xolisa hammaga omadli savdo tilayman bu hafta. Ko'p take profit olish nasib qilsa hammanglarga. Salomat bo'linglar.